Hürmetlik vatandaşlık şeylerimizi devamlaştırıyoruz. Bugün Çislak 2020 yıl 10. ayının 14. günü. Bugün sizlerge sözleydiği şeyinin devamı, endi gene aşı haberinin ikinci bir şekilde ilan kılınışı, yani aşı haberini Tayvan Cumhuriyeti nazar torbitinin ilan kılışı. Bu şekildeki haber mezmunundan mı sizler haberdar bulunlar vatandaşlar. Ben bu haber dünyadaki her kanda haberlerini biz pişirdiğin haber deyip oylap hazır iki yıl şeklinde bu haberden sizlerge tayarlap geldim. Endiki mavzumunda Japonya matbuatları ciddi haber ilan kıldı. Aksaray Cumhuriyet Partiyasiga en ahirki hoş haber yetkizishni o'ylashdi. Prezident Trump Tayvanni ziyorat qildi. Mavzuli xabar 10 ayning 14 kuni Cumhuriyet nazar torbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Yaponiya Shenzhen Shenben'ning qanoti ostidagi Sankan Fushi gazetinin muhbiri Zhao Xiaoying 12 günü o'ziga xos mundaq xabar e'lon qildi. Prezident Trump Tayvanning davlatlik o'rnini e'tirof qilishni o'ylashdi. Hamda Tayvanni tuyuqsiz ziyorat qildi. Hamda yana muhbir mundaq ko'rsatdi. Beijing doiralari bir yil ichida Tayvanni egallashni planga oldi. Sankan Fushi gazeti mundaq xabar qildi. Amerikaning bir nafar istixborot xodimi mundaq ko'rsatdi. Aksaray hozir Cumhuriyet Partiyasiga eng oxirgi xushallik berishni, balki Prezident Trump Tayvanni chaqmoq tezligida ziyorat qilib, Tayvanning davlatlik o'rnini e'tirof qiladigan xitobnoma e'lon qilishni o'ylashdi. O'xshashli Amerika taraf muavin prezident Mike Pence'ni yoki davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning bu vazifani o'rinlashtirish loyihasini tuzib qo'ydi. Anglashlarga qaraganda Yevropa ittifoqi va Amerikaning ittifoqdoshlari bu loyihaga birdek qo'shildi. Bu Xi Jinping rahbarligidagi Cumhuriyet Partiyasi mustabid siyosiy hokimiyatini nafas ololmaydigan holga keltirib qo'ydi. Xabarda yana mundaq ko'rsatildi. Cumhuriyet quruqligining qoriniyati intayin o'choq. Tayvanni egallamoqchi va Senkaku taqim orollarini tortib olmoqchi bo'layotdi. Hamda Tayvanni egallagandan keyin texmi ilgirlab Senkaku taqim orollarini va Yaponiyaning Chungshung nahiyasini zabta qilmoqchi bo'layotdi. Bu gazet tuvandagi uchurlarning Aksarayga yo'llanganligini oshkorladi. Birinchi, Cumhuriyet Amerikaga tahdid solayotdi. Tayvan bilan ancha ko'p yaqinlashma deyotdi. Agar yana yaqinlashadigan bo'lsang, bir maydon urush bo'ladi deyotdi. Yani onun dümünbek qalcırlışıp, naytı qo'pol vositalar orqali Prezident Trump'ning qayta prezident bo'lib saylanishiga to'sqinlik qilmoqchi bo'lyapti. Ko'rdingizmi vatandosh, Cumhuriyet'ning qalcırlığını ko'rdingizmi? Ikkinchi, Beijing yuqori qatlami mundaq hisobladi. Amerikada cho'ng saylam Prezident Trump bilan Joe Bidenning talash tortishi siyosiy hang hatto huquq bo'shligi paydo qildi. Cumhuriyet'ning bu fursatdan foydalanib Tayvanga hujum qilishining ma'lum kuni bo'ladi. Aniq kun belgilanmadi degan gap ma'lum kuni bo'ladi. Belki ama ma'lum kuni paydo qildi. Belki Amerikada cho'ng saylamda bilet tashlashning oldi kaynidagi bir vaqtni tanlab olishi mumkin.
O'xshashli yana 10 ayning 26 kunidan 11 ayning 5 kunigacha ma'lum bir kunda Amerika Yaponiya Tayvanga yaqin Chongshan nahiyasi atrofida dengiz usti o'tkir xanjar belgilik harbiy manevr o'tkazdi. Kanadaning bir dona harbiy parxodi bu manevrga qatnashdi. Yaponiya qo'g'dinish qismlari 37 ming kishilik harbiy qism qatnashtirdi. 20 dona harbiy parxod va 170 dona harbiy aeroplan qatnashtirdi. Amerika quruqliq armiyasi 9 ming kishilik harbiy qism avatidi. Bu manevrning ko'lami intayin zo'r bo'ldi vatandoshlar. Jungo paraz qilingan dushman bo'ladi. Qisqasi bu manevr Xi Jinping va Jungo Kompartiyasiga Amerika bilan Yaponiyaning ittifoqdoshlik kuchini ko'rsatib qo'yadigan irodasini oshkorlaydi.